Futbolga qiziqmaydigan yoki futbol jinnisi bo'lganlar uchun top 3 ta film. Birinchisi Gol 1. Film Santiago Muniz ismli yoshlikdan futbolchi bo'lishni orzu qilgan meksikalik yigitning hayoti haqida. U AQShda yashab oddiy ishchi bo'lib ishlaydi, lekin tasodifan skaut tomonidan kashf etilib, Angliyaning Newcastle United klubida professional futbolchi bo'lish imkoniyatiga ega bo'ladi. Ikkinchisi aynan shu Gol filmining ikkinchi qismi. Qahramonimiz endi dunyoning kuchli jamoalaridan biriga Real Madridga o'tadi va Beckham, Zidane, Ronaldolar bilan birga to'p suradi. Uchinchisi Pele afsonaning tug'ilishi. Film afsonaviy braziliyalik futbolchi Pele hayotini tasvirlaydi. Filmda uning qashshoq bolaligidan boshlab iste'dodi va qat'iyati bilan Braziliyani ilk jahon chempionligi sari olib borishi hikoya qilinadi. Videoni esa futbolga qiziqmaydigan yoki futbol jinnisi bo'lgan do'stingizga yuborib qo'ying va obuna bo'lish esdan chiqmasin.